Keling endi ikkinchi normativ hujjat, ya'ni 185 sonli farmon haqida suhbatlashsak. Bu farmon bilan nima o'zgarishlar, asosiy o'zgarishlar sanab o'tsangiz, bu ijtimoiy xodimlar to'g'ri 185 ta ishlash mexanizmi asosan 893 ta. Lekin 185 bilan nima o'zgarishlar, asosiy o'zgarishlarni bilib olsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-noyabrdagi 185 sonli farmoni O'zbekistonda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni himoyalashni bir tuzilmaviy jihatdan o'zgarishiga hamda bolalarimizni aniqrog'i himoya qilinadigan bolalarimizni yosh qamrovini kengayishiga ham sababchi bo'ldi. Yangi xizmatlar yo'lga qo'yilishiga sababchi bo'ldi. Jumladan endilikda ilgari bolalar uylariga, mehribonlik uylariga ota-ona iqtisodiy qiyinchilikka duch kelganda kam ta'minlanganlik sababi bilan farzandini joylashtirish mumkin bo'lardi. Endilikda agarda ota-ona "man qiynalib qoldim, bolamni bolalar uyiga, mehribonlik uyiga joylashtirmoqchiman" deydigan bo'lsa, bu amaliyot to'xtatildi. Demak, mana shunday paytlarda ijtimoiy xodim, inson ijtimoiy xizmatlar markazi nima qilsak bolani oilada saqlab qolishga yordam berishimiz mumkin? Qanday moliyaviy ko'mak bersak oilani iqtisodiy barqarorligi ko'tarilishi mumkin? Moliyaviy ko'mak degani bu pul berish bilan emas, balkim o'sha hali aytgandek uni mehnat layoqatini, kasbiy salohiyatini oshirish orqali o'zi pul topib, o'z daromadi bilan bolasini boqadigan salohiyatini oshirish. Ya'ni kam ta'minlanganlik bilan muassasalarga joylashtirish amaliyotiga chek qo'yildi. Bu juda katta o'zgarish. Sababi ilgari adashmasam 2008-yildan beri mehribonlik uylariga kam ta'minlanganlik sababli oilani qo'llab-quvvatlash maqsadida bu amaliyot yo'lga qo'yilgan edi. Lekin vaqt ko'rsatdiki, bu amaliyot bolalarimizni manfaatiga zid. Ota-ona o'zini mas'uliyatini unutishiga olib keladigan, aksincha oilani saqlab qolish emas, mustahkamlash emas, oilani qo'llab-quvvatlash emas, oilani parokandalikka olib keladigan amaliyot bo'ldi. Endi keyingi bir masala bu ilk bora O'zbekistonda farzanddan voz kechmoqchi bo'lgan ayollar uchun davlat muassasasida shelter tashkil qilindi, ya'ni onalar maskani. Ilgari onalarimiz endi boshidan o'tganini o'zi biladi-ku, lekin qiyin ahvolda qolganida anglabmi, anglamasdanmi stress, depressiya holatidan ko'chada, axlatda har qayoqqa bolasini tashlab ketardi. Aynan onalar maskani ayollarimiz farzandini mana shunday xavf muhitga tashlab ketmasin, boradigan joyi yo'qmi, marhamat, mana onalar maskanida bolasi bilan birga yashasin, toki bolasini xavfga tashlab ketmasin degan maqsadda bu amaliyot yo'lga qo'yildi. Bu ham juda ham bir katta o'zgarish tizim uchun. Shuningdek, inson ijtimoiy xizmatlar markazi bolani vasiylikka, homiylikka berishda, biror bir joylashtirishni boshqa shakllariga joylashtirishda qaror chiqaruvchi organga aylandi. Ilgari bolaga vasiylik, homiylik hokim qarori bilan belgilangan. Bolalar uylariga, mehribonlik uylariga joylashtirish ham hokim qarori bilan bo'lardi. Endilikda bu 185 sonli farmon inson ijtimoiy xizmatlar markazi direktori bolani vasiylik, homiylikka berish haqida qaror chiqarish huquqini berdi. Shuningdek, endilikda oilaviy bolalar uylari faoliyati bilan bog'liq ham o'zgarishlar bo'ldi. Oilaviy bolalar uyini tashkil etish agentlikning hududiy boshqarma qarori asosida oilaviy bolalar uyini ochib shakllantirib qo'yamiz. Bola paydo bo'lganida oilaviy bolalar uyiga qisqa muddatli, uzoq muddatli ixtisoslashtirilgan xizmat uchun bolani joylashtiramiz va bunda bolani har birini joylashtirish inson va tutingan ota-ona o'rtasida ijtimoiy shartnoma asosida bo'ladi. Bu ham yangi mexanizm. Hamda bu farmon bilan Vasi.uz platformasi intensiv rivojlanib ketdi. Raqamlashtirish vasiylik va homiylik organi ko'plab ishini soddalashtirishga, osonlashtirishga, shaffoflikni yaratishga xizmat qilmoqda. Va yana muhim bir vakolatlardan biri inson ilgari xalq ta'limi bo'limida ishlaganda vasiylik homiylik organi bitta shtatdan iborat edi. Hokimiyatga o'tganda bolalarni himoya qilish sho'basiga aylandi va voyaga yetmaganlar komissiyasini kotibi bilan bolalarni himoya qilish sho'basi shtati birlashib ikkita bo'ldi.
lekin baribir nagruzka o'sha edi. Lekin inson ijtimoiy xizmatlar markazi endilikda bu farmon bilan to'la to'kis vasiylik va homiylik organiga, ya'ni voyaga yetmaganlarni himoyalovchi organga aylandi. Endi ikkita dona yo bitta dona shtati emas, butun inson jamoasi vasiylik homiylik organiga aylandi va endilikda mana shu jamoa o'rtasida mana shu vasiylik homiylik organi funksiyalari taqsimlanadi. Va yana muhim yangilik bu vasiylik homiylik organini sudga da'vo kiritish bilan bog'liq vakolatlari kengaydi. Masalan, ota-onadan aliment undirish bor. Ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolani ota-onasi majburiyatini bajarmay huquqidan cheklanganida ham majburiyati bari saqlanib qoladi, lekin aliment to'lamasdi, ota-onasi sifatida o'zini majburiyatlarini bajarmasdi va qonunchilikda aliment undirish degan amaliyot bor. Lekin endilikda bu farmon bilan agarda u alimentni to'layapti, lekin bolasida nogironlik bor, bolasida sog'lig'i uchun bu to'layotgan puli yetarli emas. Alimentdan ortiq yana sog'lig'ini tiklashda yordam so'rash vakolati ham kirib keldi. Va yana muhim yangi tizim, hali aytganim, bu yoshlarga hamrohlik dasturi. Ilgari vasiylik homiylik organi bolani 18 yoshgacha ham hamrohligini qilardi. 18 yoshga to'lishi arafasida har bir bolamizni men mustaqil hayotga chiqyapman degan bir tomondan xursandlik bo'lsa, boshqa tomondan juda ham qo'rquvda yashashgan. Men chiqqanimdan ertaga kim menga yordam beradi, kim menga hamrohlikda? Ayni o'qishga kiradigan, kasb tanlaydigan, oila quradigan paytda yonida yordamchisi yo'q. Yoshlarga hamrohlik dasturi orqali endi ayni 23 yoshgacha bu davrda bola nima qiladi? O'qishga kiradi, o'qishda o'qiydi, o'qishni bitiradi. Agar davlat tomonidan biror bir imtiyoz bo'lsa, u imtiyozni olishda masalasi bo'ladi hamda oila qurishda. Mana shu hayotda o'zini mustaqil oyog'iga turib olishi kerak bo'lgan paytda endi u o'zi yolg'iz emas, yoshlarga hamrohlik dasturi bilan ijtimoiy xodim va umuman inson ijtimoiy xizmatlar markazi bu bolani muammolarini ota-ona sifatida, qonuniy vakil sifatida himoya qilishga yordam beradi. Va bu tizim ham juda ham yoshlarimizni kelgusida o'zini yo'lini topishida, adashib qolmasligida muhim mexanizm sifatida xizmat qiladi. Garchi bu amaliyot rivojlangan mamlakatlarda bor edi, hatto Rossiya Federatsiyasida va boshqa hamdo'stlik mamlakatlarida yo'lga qo'yilgan edi. Nodavlat, notijorat tashkilotlar faoliyati darajasida, lekin bu farmon aynan O'zbekistonda boshqa MDH mamlakatlaridan ko'ra qonuniylashtirilgan tarzda va muayyan davlat organini vakolatiga aylandi. Menimcha mana shu ko'plab o'zgarishlar va yana bir eslatma, bu farmon bilan ilgari bo'lmagan tizim paydo bo'ldi. Ya'ni bilasiz, farzandlikka olish har doim bo'lgan. Farzandlikka oluvchilar bolani o'zini manfaatida olgan holatlar ko'p bo'lgan va vaqt o'tib boladan voz kechib qaytarib bergan holatlar ham bo'lgan. Amaliyot shuni ko'rsatyaptiki, agarda tutingan ota-ona bolani olgunga qadar uni mani vazifam nimadan iborat, men nima qilishim kerak degan huquq va majburiyatlarni anglaydigan bo'lsa, bolani qaytarib berish ehtimoli kamayadi. Yaxshisi bolani olmasdan turib bu fikridan qaytsin degan amaliyot bo'lgan. Endilikda bu farmon bilan O'zbekistonda farzandlikka oluvchilar ham tutingan ota-onalar kursini o'qishi kerak bo'ladi va bu 25-yilni 1-yanvardan yo'lga qo'yilgan bo'lsa, ilgari bu amaliyot bo'lmagan. Shuningdek, endilikda agentlikni ijtimoiy himoya tizimi xodimlarining malakasini oshirish markazi tutingan ota-ona kurslarini tashkil qiluvchi vakolatli organga aylandi hamda u markaz butun viloyat, butun respublika bo'yicha o'sha farzandlikka oluvchi, bolani patronatga oluvchi yoki bo'lmasam oila bolalar uyini ochish istagidagilarni tayyorlash kurslarini amalga oshiradi. Va umid qilamizki, mana shu kurslar bolani oilasiga olish istagida bo'lganlarni o'z imkoniyatlarini chamalab ko'rish, men eplay olamanmi, bu bolani tarbiyalay olamanmi degan o'z imkoniyatlarini bir o'lchab ko'rish imkoniyatini beradi hamda ularning ota-onalik salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Ikkinchi savol, bu farmon doirasida qaysi davlat tashkilotlari hamkorligida ishlash ko'zda tutilgan? Qonun doirasida aytib o'tdingiz, misol uchun ichki ishlar, sog'liqni saqlash, xalq ta'limi, maktabgacha ta'lim va maktab vazirligi,
xuddi shunaqa bu farmon doirasida ham vasiylik va homiylik organi bilan hamkorlikda ishlaydigan tashkilotlarni belgilab o'tilganmi? Bu o'zi umuman farmon qaysidir bir davlat idorasini hamkorligini aniq ko'rsatmagan bo'lsa-da, lekin belgilab berilgan ustuvor yo'nalishlarni ijrochisi sifatida albatta boshqa davlat organlarining ham roli bor. Bilasiz, 893-sonli Vazirlar Mahkamasi qarori bu 185-sonli Prezident farmonini ijro mexanizmini belgilab bergan norma. Aynan mana shu Vazirlar Mahkamasi qarorida boshqa davlat organlarining roli bor. Jumladan, men endi farmon masalasida to'xtab o'taman. Elektron hukumatni bevosita bu farmon ijrosida hamkorligi hozirdan уже ma'lum. Bu jumladan personallashtirish agentligi, mehnat migratsiyasi agentligini ham o'ziga xos roli bor. Sababi bu farmon bilan personallashtirish agentligi va mehnat migratsiyasi agentligini agarda ota-ona 3 oydan ortiq muddatga chet elga chiqib ketayotgan bo'lsa, avtomatik ravishda ma'lumotlar Inson ijtimoiy xizmatlar markaziga IXMA elektron axborot tizimi orqali kirib kelishi belgilangan. Bugungi kunda elektron hukumat bilan birgalikda juda ham ko'plab bir loyihalar qilinmoqdaki, u ham bo'lsa raqamlashtirish tizimi orqali ma'lumotlar Inson ijtimoiy xizmatlar markaziga kirib kelishini osonlashtirishga qaratilgan. Albatta, buni ijrosida Milliy gvardiyani roli juda ham muhim. Onalar maskaniga ayollar haqida xabar berishida Sog'liqni saqlash vazirligi va uni muassasalarini roli juda ham muhim. Albatta, ichki ishlar organlari, jumladan voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha yoki ayolni farzandidan voz kechib tashlab ketayotganidan xabari bo'lgan organlar vakillarini roli ham albatta bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, sud organlarini, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limlari, ya'ni adliya bo'limlarini, notarius bo'limlarini bevosita bolalarimiz haqida yoki bolalarimizni ota-ona qaramog'isiz qolganligini asoslantiruvchi hujjatlarni axborot tizimi orqali berish bilan bog'liq majburiyatlari belgilab berilgan. Tushunarli. Ana endi bu aytib o'tganingizdek ijro mexanizmi bo'yicha keyingi podkastda 893-sonli qaror bo'yicha batafsil to'xtalib o'tamiz. Men o'ylayman bugungi suhbatimiz juda ham yaxshi bo'ldi. Hurmatli hamkasblardan iltimos qilib qolardim. Bu platformaga har bitta podkast yakunida takrorlayman gapimni. Platformaga joylaganimizdan keyin izohlar qismiga bemalol fikrlaringizni yozing. Qaysi joyda xato qildik, qaysi joyda keyingi podkastlarda kutadigan ma'lumotlaringizni kutyapsiz. Xuddi shunaqa izohlarda bemalol yozishingiz mumkin. O'zlaringizni fikrlaringizni keyingi podkastlarda to'g'rilashga harakat qilamiz. Dilnoz opa, sizga kattakon rahmat vaqt ajratib kelganingiz uchun. Salomat bo'ling.